Olamlarga rahmat payg'ambar. Jobir raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Handaq kuni chuqur qaziyotib, qattiq yerga duch kelib qoldik. Shunda odamlar janob Rasulullohning oldilariga borib, "Ey Allohning rasuli, biz qattiq yerga duch kelib qoldik", deyishdi. Janob Rasululloh ularga "Men tushaman", dedilar-da o'rnilaridan turdilar. Lekin qorinlari juda och edi. Chunki 3 kundan buyon tuz totmagan edik. Janob Rasululloh cho'kishni oldilar, so'ng chuqurga tushib, zarb bilan qattiq yerga urdilar. Qattiq yer ushalib ketdi. Shunda men, "Yo Rasululloh, menga izn bersangiz, uyga borib kelsam", deb javob oldim. Uyga borib xotinimga, "Janob Rasulullohning juda och qolganliklarini sezyapman. Biror yegulik narsang bormi?" dedim. Xotinim, "Ha, ozgina arpa bilan bitta uloqcham bor", dedi. Men uloqni so'ydim. Xotinim arpani to'yib un qildi. Go'shtni qozonga soldim-da, janob Rasulullohning oldilariga bordim. Bu vaqtda xamir ko'pchib, non yasalgan, qozon esa allaqachon o'choqqa osilgan edi. Men janob Rasulullohga, "Menga bir oz taom tayyorlab qo'yishgan ekan. Yo Rasululloh, o'zingiz bilan 1-2 kishini olib, men..." Olamlarga rahmat payg'ambar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarga bo'lgan rahmatlari. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bor kuchi bilan ayollar ozodligi uchun harakat qildi. Bu narsa u yo'lga qo'ygan chiroyli namuna bilan bo'lgan edi. Ayollarning kamida 3dan 1 hayotlari davomida uydagi zo'ravonliklarning bir ko'rinishiga duch keladilar. Bu hodisa har yili Germaniyada 4 million ayolga, AQShda ham 4 million ayolga ta'sir qiladi. Shubhasiz, ayollarda zaiflik ko'rinishlaridan biri bo'ladi. Lekin bu qoralanadigan zaiflik emas, balki maqtalgan zaiflikdir. Ayol erkaklarga nisbatan jismonan zaif yaratilgan. Bu ayolning makri emas. Hech kim bunda uni malomat qilmaydi. Ayollar qalbi hamda his-tuyg'ulari nozik qilib yaratilgan va bu ayollarni latofatli hamda go'zalligini ziyoda qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollardagi mana shu zaiflik, noziklikni bilar, ularni jismonan va ma'nan aziyatlardan himoya qilishga tayyor turar edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam ayollarga rahmatlarni juda ko'p yo'l bilan namoyon qilganlar. Anas raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi.